Dollar kursi 30-mart kuni oshishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, video ostiga like bosib, obuna bo'lishni hamda videoni maksimal darajada tarqatishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. O'zbekistonda 30-mart 2026-yil kuni amal qiladigan Amerika dollari kursi 15-16 so'm atrofida qimmatlashishi prognoz qilinmoqda. Ushbu o'zgarish valyuta bozoridagi talab va taklifning navbatdagi muvozanati fonida yuz bermoqda. Tijorat banklari tomonidan aholidan dollarni sotib olish bo'yicha eng qulay kurslar quyidagicha belgilangan. Asaka Bank 12.150 so'm, Agrobank 12.140 so'm, Asiya Alliance Bank va Milliy banklarda esa 12.130 so'mni tashkil etmoqda. Shu bilan birga banklardan dollar sotib olish uchun eng maqbul ko'rsatkichlar Apex Bank va Anor banklarda 12.175 so'm, Davr Bank va Xalq bankida esa 12.180 so'm etib belgilandi. Valyuta ayirboshlash shoxobchalarida narxlar kun davomida o'zgarib turishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.